Sizlarga mana bunaqa uxotlardan zakaz berilgan SSC krem, men o'zim ham ishlataman. Yuzingizga shunaqa chiroyli естественный bo'lib turadi, и kollageni bor. Anaqa bir xil misol tonalkalar ishlataversanglar, teri nafas olmaydi va ajin tushish ehtimoli ko'payib ketadi. Shuning uchun ham doim tabiiy narsani olishga harakat qilinglar, is sostavda kollageni bo'lsin. Buni is sostavda kollageni bor. Aynan yuzni hattoki qarishni keltirib chiqarishni oldini olib beradi qizlar. Ya'ni tabiiy umuman yuzi nafas oladi. Pachi ko'z atrofidagi mimический ajinlarga qarshi kurashib beradi. Osilishlarga, qorayishlarga, отекlarni ham zo'r yo'qotib beradi. Pachilarimiz, keyin 3D Slim qizlar, bu lifting va teri uchun ishlatiladigan sostavda kollageni bor, terining elastigini oshiradi, hatto ko'krakka ishlatsanglar. Agar kimda ko'krak osilishi bo'lsa, olinglar qizlar. Mendan juda ko'pchilik so'raganda, o'zi atiga 2 ta kelgan ekan mana. Gelin Cleanse gijjalar uchun badimiz hisoblanadi. Har xil turdagi gijjalar